Voy assalomu alaykum. O'zimni asallarim, shakarlarim. Turqinglar qursin. Voy shu desanglar. Hech kundan beri o'zimga kela olmayapman. Yuragim shu bir narsa shunaqa tirnayapti-da. Mana odamga g'animat ekan. Baribir qachondir o'lib ketar ekanmiz. Umrimiz davomida shu bilib bilmay do'st dushman o'zani xafa qilib qo'yar ekanmiz-da. Dilini og'ritib har xil so'zlar bilan, haqoratlar bilan. Vaqti kelib baribir kechirim so'rab qo'yish kerak ekan-da. O'shaning uchun men ham juda ko'p odamning dilini og'ritganman. Bilasizlar, tilim yomon, xarakterim chatoq. Men shu fursatdan foydalanib, jamiki men xafa qilib qo'ygan insonlardan hozir kechirim so'rayman. Yoqmay qolsin. Xafa qilgan bo'lsam-chi, fe'li huyiga yarasha xafa qilganman, tushundingmi? Hozir Sharafat bizdan uzr so'raydi deb o'tiruvdilaring-da. Yepsanlar. O'lsam ham uzr so'ramayman, xonman. Xafa qilgan bo'lsam, ajab qilganman-da. Oyog'im tagidan chiqmalaring. Betingga tupurib olaman, xonmi? Men o'zimdan o'zim birovni xafa qilmayman. Tag'in uzr so'ramishman. Meni chestim pozolat qilmaydi. Bundoq qaragandachi, sanlar ham boring yaxshi. Nega begin? Bo'lmasa kim bilan o'chishamiz? Turibni qursin sendagi dushmanlarni. Bo'pti, tur yo'qol. Sanlagan vaqtimni ketqizamanmi? Esiz bir minut vaqtim